Bolani bosh pachoqligi faqatgina tashqi ko'rinishiga emas, balki miya ezilishiga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu patsientimiz Toshkent shahridan murojaat qilib kelishdi. Klinikamizga ota-onalari kelishganida asosiy bezovtaligi bu bosh yassiligi va tepa rakursdan qaraganimizda chap taraflama qiyshiqligi edi. Konsultatsiyada cranial indekslarni hisoblab chiqqanimizda CI pokazateli 106% bo'lib chiqdi. Bu degani bosh yassiligi juda og'ir darajada. Ikkinchi pokazatel bizda CVI, bu bosh asimetriyasi. Bosh asimetriyasini o'lchaganimizda chap tarafli qiyshiqligi 6,6% bo'lib chiqdi. Umumiy grafikda qaraganimizda bosh deformatsiyasi juda og'ir darajada bo'lib chiqdi. Endi bu deformatsiyani MSKT kartinasida tekshirganimizda ko'rishingiz mumkin. Bosh pachoqligi nafaqat tashqi ko'rinishiga, balki suyak sistema buzilishiga ham ta'sir qiladi. Ya'ni bosh suyaklari qiyshayib ketadi. Endi shu bosh suyagining ichidagi miyani ko'rinishi shundoq bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin, bosh deformatsiyasi qanchalik yuqori darajada bo'lsa, ichidagi miya ham shunchalik eziladi. Bu diagnostikalardan keyin biz shlem terapiyani boshlab va ilk natijalarni 2 haftadan keyin ko'rdik. Ko'rib turganingizdek, bosh yassiligi sekin o'sib, dumollashni boshladi va tepa rakursdan qaraganimizda chap tarafli asimetriyasi to'g'rilanishni boshlandi. Bu bolani biz har 10 kunda qayta ko'riklarda tekshirib va 2 oy ichida shlem terapiya orqali mana bu chiroyli natijalarga erishdik. Endi grafiklarda ko'radigan bo'lsak, bosh deformatsiyasi juda og'ir darajadan 1 oydan keyin o'rta darajaga tushib va 2 oydan keyin yengil darajada lecheniyasini tugatdik. 2D grafikda tekshiradigan bo'lsak, tepa va yon rakurslardan qaraganimizda boshi shunchalik o'sib chiroyli holatga keldi. Va oxirgi живой rasmlarda solishtirganimizda bosh yassiligi chiroyli dumaloq holatga keldi. Tepa qismi o'sib ketgani pastga tushdi. Tepa rakursdan qaraganimizda chap tarafli asimetriyasi o'z simmetriyasiga qaytib va bosh shakli normal holatga qaytdi. Agar siz ham farzandingizda shu kabi bosh deformatsiyani sezgan bo'lsangiz, Neocenter klinikamizga murojaat qiling.